Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Hurmatli Gullanrek obunachilari, bormisizlar, omonmisizlar, chavash quvozlar. Xudo xolasa bugun Xorazm viloyati Gurlan tumani mol bozoridamiz yurtdoshlar. Yosh qochirlarda Xudo xolasa bir qator kattasini, kichigini tushirib boraveramiz. Ko'rib boraverasizlar yurtdoshlar. Qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat etamiz. Bugungi sanamiz tarixdan bo'lsa 8-mart haftaning bozor kuni yurtdoshlar 2026-yil. Shu fursatdan foydalanib Xudo xolasa onajonlarimizni, opa-singillarimizni 8-mart bayramlari bilan chin qalbimizdan tabriklab qolamiz. Bayramlarni ko'pini ko'rgururgay. Bo'lmasa videolarimizni boshlaymiz yurtdoshlar. Ko'rib boraverasizlar bir chetdan. Yaxshi onajonlarni tushirib boshlaymiz Xudo xolasa. Kaçar mı? Bu gidecek mi? Gidecek son bağdır o gidecek. 13 vakit tuttu yani. Aslında uğuzlarım var, çürp götürürüz. Kança koydu ya? Kança? 11 yarım soradı mı? Yaxşı. 11 yarım soradı yani. Biri 5, biri 10'luk oynatlarda. Savdası olur sen kendimizde. Neçəsin bu an kaçın? 13 demeye geçti ama. Çalırsan bu uğuz mu ya? Valla Ugutçu Öcek. Uğuzca. 13 milyon son aytılıp tuttu yani. Kelle bulmasam isteyen hibrit degen neyse. Ya. Hibrit degen. Kança koydu baza? Baza her türlü sonra tuttu ege. Her türlü. Neçəyə deyən koydu şu? Soravatı mı? 610 milyon 675 sonra tuttu. 10 milyon 800. 10 milyon 800 bitatan yeri. Hani yurttaşlar. Savdası buluruz kendimizde. Yaxşı. Mesela kaçarlan, bakalan, bir qatar yardırırız. Bizlerimiz hep aralaştırdı, onlardan sorab götürürüz. Zeyli. Arasında gerek olsa bakalanı ko'rib otur oraya. Geçirəsən. Neçəsin oydaq? Assalamu alaykum. Yaxşımısınız? Yaxşısınızmı? Sağlığınız yaxşımı? Ana 9 yarım, ana 6 yarım, ay 7 yarım. 9 yarım mı bu yerge? Yerge 9 yarım. Ana yurttaşlar. Yergisi 7 yarım. Ana kaçarlar. Kaçar. Yekuvem kaçar. 7 yarım, 9 yarım. 7 yarımını kançaya soradı? 64 soradı mı? Ukanını ne? 85 soradı mı? Hani yurttaşlar 85 milyon, 8 yarım milyon sonra soraptı yani. 6 milyon 400'ge soraptı yani yurttaşlar. Şılayık yaman emas ekan. Ocak. Kaçarınca son ekan kaçar? Zor ekan canım. Kança? 10 son mu? Kança koydu bunu? 85-86 sonra. 85-86 soradı mı? Yaxşı. 85-86'dan sorab turdik yani yurttaşlar. Biterince son ekan Xudo xolasa. Sen açsa bilen. Sel açsa 86'dan aşağı çıkarıb bulaşqanda. Ana yurttaşlar. Savdası bulursun. 1 metrden aşağırak boyları. Lekin yaxşı çıkan canım, tandarğanı. Ocak neçə som ocak aka? 7 som. 7 som. Neçə aylıq ekan bu? Aylık. Var olsun değil mi? 4 aylık var o bu. 3-4 aylık. 7 som aytdırsma. 7 som aytdır mana. Kança koydu bazar? Baza 6 yarım sonra. 6 yarım sonra. Yaxşı. 6 yarım milyon yani. Evet, taşa 6 yarım milyonlardan sonra. Kança vardır bu? 8 yarım ay. 8 yarım ay. 8 yarım ay tuttu ama. 8 yarım milyon ay tuttu yani. Kança koydu bazar?
Bazar ertili 78 bo'lsa beracakmiz. Beton yeri 78. Ana yurtdoshlar. Beton yeri 7 milyon 8 milyon so'mga baholasa pishat deyotir. Nomer qoldirasizmi aka? 99 li 284 70-95. 70-95. Nerдің malı? Gurlandagi. Gurlandning malı ana. Telefonlashaverasizlar. Savdosi bo'lib ketsin ukamiz. Assalomu alaykum aka. Jallisizmi? O'tiring. Baqasini ko'rsangiz. Necha so'm bo'ladi? 7 mi? 7 so'm mana. 60 ga so'raldi. 60 ga so'radimi? Yaxshi, 60. Bitar necha so'm baholasa? 6,5 bo'lsa beracak. 6,5 bo'lsa bitadi savdosi. Yurtdoshlar, yaxshi o'chak so'ragan yurtdoshlarimiz uchun nomerlar qoldiramizmi? Bu bola. Bu bola bu, ava. Bu o'xshab turibdi. Shu. Bugun keldi de qiziqadi bu. Yo'q, yuraversin. Mol boqmagan odam qiziqadi. Bo'ladi, yuraversin. Bugun bozor, maktabdan qoldi. Ana. Savdosi bo'lib ketsa. Yurtdoshlar, chiroyli qocharim tushdi ana. Necha so'm aytasiz bura? Alaykum. Jalonsa? Ha? 12 mi? 12 milyon so'm baho aytib turibdi. Chiroyli qochar ekan. Qancha qo'ydi bozor? 10 milyon 500 ga so'radimi? Yaxshi. 10 milyon 500 ga so'ralgan qochamiz ana yurtdoshlar. Yaxshi, yomon emas. Gap yo'q lekin. Bo'ylardan 1.5, 1.10 chiqib boradi yurtdoshlar. Necha 1,5 yashar bormi? Yaşına to'lmaganmi? O'zim mesnimi? Mesnimi? O'zimizdan mesni qachamiz. Sonra. Kikte aytam. Ayak kolu uzun, bellerden uzun. Canavar. Yuga saklanan mal etilen mallarımızdan yani. Sentli. Kızıkkalar nomer kaldıramız mı? Aytın. 94'ten 319 28 80. Ana yurttaşlar, telefonlar şurasında bemalol savdosi bo'lib ketsin. Har ehtimolga qarshi telefon nomerlarini qoldirdim. Yaxshi. Savdolar bo'laversin. Ma'lum sentli lekin gap yo'q. Yeb ichsiz bu ber, ha? Qasamagan qacha? 10 mi? 11 mi? 11. Qancha qo'ydi bozor? 9 qo'ydi. Ha? 9 milyon so'radimi? Yaxshi. Bu beşlik bo'ylar yurtdoshlar. 9 milyonlardan so'rabdi. Yomon emas lekin. Sutga to'ygan ekan-da jonivar. Sutga to'ygan ekan lekin. Ko'z tegmasin, ajoyib narsa. Bugun bir to'g'ri savdo yo'q yurtdoshlar. Bu qizlarda ham yo'q, bir ana bolalarda savdosi bo'ldi ozg'ana. Lekin aniq so'rab turgan odam yo'q ekan. Bugun savdo uncha emas ularmizda. Yaxshi savdolar bo'laversin. Burada savdo bo'ladir ekan ana. Qancha aytib turtgan buni? Qalay, jalirsan? Alik. Qancha aytib turtdi? 10,5 so'rayaptirmi? Kim so'rayapsizmi? Ana yurtdoshlar. Az. Az tushiramiz. Beraga to'lasa 10 milyon 500 ming so'm so'ralib turibdi ana shu. Yaxshi lekin gap yo'q. 10 milyon 500 ming so'mga berilmay turibdi shu qachag'imiz. Bir o'g'illik variant.
Bering aka to'g'rilasa ekan, boqasam lekin zagonga kelib bordi lekin. Zo'r oldi, bak. Zo'r bo'ldi boqasi lekin, gap yo'q. Buni arzon deb so'ralib turib-da, normal so'ralib turibdi. 100 so'mga qarab bermiki desiz. Sen şu iş sakin bahset yapar mı? Pazara çıkıp bu yedi mi? Ya. Bakkana qara. Necha so'm ekan qacha? 13 deb. 13 mi? 13 million so'm ana. Qancha qo'ydi bozorga? 11 so'radi. 11 so'radimi? Necha so'm bitar qilasiz? Ha, sabire bu sen. Ochsa. Lekin siyimiz ekan, janob. Tirsiqda ekan. Yosh jonno buncha semirib o'lmagandan edi. Kimyada da o'yini bu. Qism metal geldi zaga. Da da sen to'g'ridan. Ana. Danatasa tovuğuna geldi bu. Nomerler kaldıramız mı? 94'ten bura. 94'ten 003 43 46. 43 46 Gürlen'in malı. Gitse tevirenmez ana. Alamaslar. Ana Güncoran iyi bir atkan kaçarlardan. Yaşından ötken o bu he? Yaşından ötken mi? 1 yaş. 1 yaşar. Yaş sodalar olsun nomerlerini kaldı. Ha? Var assalomu alaykum. Qancha o'tadi sizga baqasin? 14 mi? 14 ana. 1,5 yashar qochar ha? 1 yaşında ya o'tgan. Ya yangi o'tganmi 1 yoshidan? 14 million so'm baho aytadi. Qancha qo'ydi bozor? 11 yarım. 11,5. Necha so'm bo'lsa bitadi endi xudo xolasa. 12 bo'lsa 12 bo'lsa bitadi ha? So'radim oxirida javobi yopishib da var. 11 yarım. 11,5 ga eng zo'r so'rab turibdi. Uyning moli bu ha aka. Uyning moli qani. Nomer qoldiramizmi uyning moli bo'lsa? Shart emas ha? Yaxshi aka, savdolarimiz bo'laversin. 11,5 millionga deb so'rab turman qachalarimizni. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Ana yurtdoshlar. Yaxshi emas, uyning moli ekan, akamiz olib sotar emasmiz deydi. Nomerlarni qoldirmadi lekin. Yaxshi aka. Ramo tushirib. Tushirib. Hozir ko'raman videolarni borib, qaltiratma chiroyli deb tushir. Necha so'm aytibsiz, brat? 14 mi? 14. 1,5 yashar qachar o'xshaydi ha, janob? 1 yaşından. Ya endi o'tganmi? 14 million so'm baho aytilib turibdi ana. Qancha qo'ydi bozor? 11 8. 11,800 qo'yibdi ana. Yaxshilik, yomon emas. 1 million 800 ming so'mdan so'rabdi qacharimiz. Boylari bir o'g'illik do'stlar. Bir o'g'ildan ham ziyodatroq bo'lmasa, taxmindan aytib ketaveramiz boylarini. Molimiz pisatlagan lekin oyoq qo'li chaqqan. Bellari uzungan ekan. Qiziqlar telefon nomer qoldirasizmi aka? 88. 88 li 732. 732 12 14. 12 14. Benzin nerede? Yanmazardanmısınız? Yanmazardın mı ekan? Bemalol nomerlarni qoldirib telefonlashaverasizlar. Savdosi bo'lib ketsa akamizning. Yaxshi. Qaçar necha so'm ekan qaçar? 14 so'm. 14. Semiz ekan janob. 14 million so'm baho aytilib turibdi ana do'stlar. 1.15lik variantlardan 1.15dan balandroq bo'lmasa qancha qo'ydi bozor? Qaçqanmi 3 oylik? Ha, qachqanmi? Shundaylar o'xshaydi o'zi. Qonlar ham 3 oylik qachib ham ketgan ekan ana. Qachqan mol so'ragan yurtdoshlarimiz uchun.
Qancha so'radi bozor? 12 so'radimi? Yaxshi. 12 millionga den so'rabdi. 3 oylik boz. 14 million so'm baho aytib turibdi. 1.15 dan ziyodroq bo'ylar. Yaxshi nasib etsin hammaga boqmoq. Bular ham chiroyli qochorlar turgan ekan ana. Yaxshi, 23 million so'm so'rab ekansan. Yekum sentli narsa ekan lekin gap yo'q. Yekum bir yerda so'radingizmi? Yekum bir yerda yana. 23 million so'm. 23 so'm beraman. Bering to'g'ri olsa 23 million so'm yekum bir yerda. Yaxshi lekin zo'r o'yinlardan lekin. Mana bunchaman. Yo'ram yosh deymi? Hozir 23 so'm beraman. Berasanmi? 23 so'm beraman. bala. Jallırsın. Çıkvatır ha. Asta o'rgan oldim. Yaxshimi aka? Jallırsın aka? 23 so'm. Baqirmasan ol. Bersam oldim. Lekin zo'r baho lekin. 23 beraman. Hani yurttaşlar 23 milyonga yekun so'rab turibdi. 1.15lik variantlardan yekun. Yaxshi. Necha so'm aytyapsan aka? 13 mi? 13 milyon so'm aytyapti ana. Qancha qo'ydi bozor? Ha? 10 milyonga so'radimi? Ana yurttaşlar. 10 milyonga so'rabdi ana shu qacharimiz. Yaman emas. 10 milyonga so'rab turibdi. Nasib etsin. Berguncha so'm aka? 15. Gibrid narsami? Mungo ekan. Mungo chatig'i bor ekan bu. Chiqlar chatig'i bor. Gibrid narsa. Ana yurttaşlar, bir o'g'illik narsa, 1.15, bir o'g'illik chiqib boradi bo'ylar. Qancha qo'ydi bozor? 12 million so'radimi? Bitarincha so'm endi xudo xolasa. 12 dan oshish kerakmi? 12 dan oshish kerak deydi endi. Oyning moli deydi endi. Necha so'm aka? Ha? Oylik. Jallırsana 15 mi? Kaçıp ketmedimi? Kaçacak olub turib qo'ya. Ha? Yani kaçacak olub turgan qo'chalarımızdan. 15 aytdingmi? 15 milyon. 12 ga so'radimi? Yani taşla. 12 milyonga deyin so'rab turibdi shu qacharimiz. Kaçıp ketding degan qochalarımızdan ana. Yaxshi lekin tandirg'ana narsa ekan. Buni bo'ylari 1.15 dan ziyodroq 1.20 chamalab boradi. O'sha tomon narsa edi. Olinmagan bu. Savdosi bo'laversin. Bazarımız ham dağıvatır o'zi. Xohlasa 1-2 mal tushiramiz, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz yurtdoshlarimiz yana. Assalomu alaykum, brat. Qancha aytasiz qachardi? 15 aytadim men do'stim. 15 mi? Qachib ketmadimi? Yo'q, o'jak 10 oylik o'jak edi. Ha, yili 10 oylik o'jak. 15 million so'm baho aytibsiz. Qancha qo'ydi bozor? Bozor 13 ga so'rab turadi. 13 ga so'radi. Ha, bitari 14. Yebicha asos. 100% garanti. 100%. O'jakka qo'yib. Og'amdan ham garantiya beraverasiz. Ayyo. Xudo xolasa, ana. Nomerlar qoldiramizmi? Yo'q, shetlaman. Nomer shart emas, ha? Xudo sotilib ketadi shu yerdan. Ana yurtdoshlar. Bitta tomiri 14.
Dedi 10 aylık qaçar ekan yani. Yomon emas ekan, lekin semizlik ham gap yo'q. Nomerlarni qoldirmadi lekin akamiz. Yaxshi savdosi bo'laversin. Qaçar necha so'm ekan, brat, qaçar? Qancha 15. 15. 15 qancha so'radi? Bozor. 14 so'radimi? 4 milliongadan so'rabdi ana shu qacharimizda. Yaxshi, buni ham tayyorlag'ana go'shti nesi bor, semiz narsa ekan jonivor. 15 million ayttirdi, 14 ga deyin so'rab turdi deydi. Vallahi buni tushunmaydi. Shu yomon emas. Chetmik desam, Bir mala o'rni tushunmaydi. Nima tushuntirmaysiz? Hemen. Necha so'm ekan Musta? Bormi 15 mi? Qancha qo'ydi bular? 13 ga so'radimi? Ana yurtdoshlar 13 millionga ga so'rab tutgan shu qachamizni. Yo, qachib yetib ketmadimi? Telefon numarini aytadi. Aytasizmi? Aytsangiz ayting undan nomeringizni. Nomer qoldirsangiz ham bo'laveradi, onlayn sotaverasiz uyda. Izi bo'lsin, bo'lmasin. Lekin yaxshigina jonivor, eko ham zo'r qachar ekan. Gap. Savdosi bo'lib ketsin, yaxshi. Ana yurtdoshlar, shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'ling. Xudo xolasa kanalimizga yangi bo'lsangizlar, like, podpisatsiya tugmalarini bosish esdan chiqmasin. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like'larni bosib tursangizlar, xudo xolasa qiziqmasangiz ham like'larni bosib ketaveringlar yurtdoshlar, bir podдержка etib tursangizlar, podpisatsiya tugmalarini bosib, xudo xolasa zo'r bo'ladi yurtdoshlar. Shu bilan videolarimizni yakunlaymiz. Sog' salomat bo'lasizlar. Gullan mol bozoridamiz yurtdoshlar.